Sen slaydı megan 300 ming pulni yolg'on deyding. Qanday yolg'on bo'lsa bu? Men uni bankdan olgan pulni sen Yolg'on bo'lganki, men yolg'on demay nima deyman? Yasin, senmi yanmay kasıdan çıkan yalgan pulni bankidan aldım dedin go. Yolg'on pulni berib qo'yib yana. Men gap qilyapmisan, gap qilma. Men so'ramsan. Hadgina. O bankdan olgan men pulni. Ha. Ashulaqa agar bankdan xato qilsa qarakindan hamda u pul saxta emas, o bankdan chiqqan pul aras. Menda bankdan olgan kelgan uchur va Yalgan uçur yasıdınma sen? Sakçılar onu tekşürüp bilenmezmi Yasin? Mavchuron rost yolg'onlikni aniqlab chiqqan. Ha, bankdan. ha, Qashlardan? 300 ming berdim. Abdullah, bir qizim to'lama. Siz pulni rost yolg'onlikni bilamsiz? Canda qo'qiyotdi. O'sha vaqtda bekchiq bo'lgan-to'q. Men bu qo'limga ilib ko'rgan canda qilayotgan. Canda qilayotgan. Ha. Siz pulning nomerini o'xshashligini his qilmayapsiz. Uni bu diqqat ekanman. Ha. Canda qo'rqqan chiqib. Bu kızның guvohlik so'zi sana paydalık mı deb turli? Lekin yanıla o'zingni aqlayamaysan-da. Sana bundan burun ilm boqam yo'qmi? Bo'lgan. Bir hafta burun mening uyimga qazo ketgan to'q, men burun qazoga shu vaqtda bir inson boshlab ketgan to'q. U vaqtda shu men bulardan 100 mingga qazoga. Ondan keyin onunğa yana 200 ming o'simi deb oldi. Ondan keyin yana inisiga yana 50 ming choy pul bersa deb oldi. Keyindan ba'zan meni razuma bu ikkisi bilishni urdi qara. Shularga qo'ydi. Ne vurmizasini? Men gap qilyapmisan, gap qilma. Men so'ramsan. Soqchi bu o'qib qo'yganda vudi desa ham. Hadgina. İkisi birlashib urganda shu qo'rqib ketib, shu ular 150 ming qaytib 500 ming hamda berayotgan bularga. Bu sen 100 ming qarz olganmish 500 ming ursa. Chunki bulardan g'olida. Bular aslında qaniyat odamlar bular. Shu ayni vaqtda shular gaqama, shu ikkisi birlashib urganda qo'rqib ketib 150 ming qaytib 500 ming hamda berayotgandan shular ketgan bular. 500 ming ba'zan shunama. Ha. Sen pulni bergan vaqtingda boshqa bormi yo'qmi? Batdi. Boshlab kelgan enisi va ikkisi birlashib urgan meni choy pul degan o'sha enisi batdi. Chiroyini ko'rsam to'yalamsaqmi? Bu aniq tunayman balni chiroyini. Abdullah, aban to'rta. Aban to'lamsa. Tunayman ismi Yasin bu degan. Aniqdan kirishgan. Haqiqatim akam bilan pul so'ligil bag'anda shu uyda uchrashgancha. Ko'rishimiz qantonlar. Ko'rishgan vaqtida akamdan oldigan xarajat pullari bor ekan, to'g'ri bilan uyga berib suylab kelamiz dedim, aqlda berib shu uyda kirib pulni elib yenib chiqqan. Qancha pul? 500 ming bergan. Rost 500 mingmi? Yana 500 ming berdi. Sen bari to'sa ko'rding shunami? Ko'rdim. Bo'ldi. Chiqib tura. Sen men 500 mingni yolg'on eding. U qanday yolg'on bo'lsin, u pulni bankda olgan qara. Yasin, kasıdan çıkan sahtı pulni bankidan ağam devasanlam qutulup qalamdın deyme. Saqçılar ispat qilishinidu, yalgan gaplaringa emas. Sen men 500 mingni yolg'on eding. Qanday yolg'on bo'lsin, u pulni bankda olgan qara. O qanday bo'ldi desangiz, mana cho'lardan qapalgan bir mamlakatli oltin. Şu altınni men osh oltin do'koniga berib, ondan keyin shu oltin do'konni setib olgandan keyin, ondan keyin buni men bankka sapab, sen bu uy setib, ondan ba'dan tudungan amz oltin sotgan maqoldan. Yasin, deymisinmi u chaqda sen oltin sotmagan to'san? Men sen gapni tuzib o'tira. Qardan qarlardi to'saqchi hozir. Bu uy sotdim degan tusa hozir oltin sotgan. Ma'qul. Degan yana gaplarim o'taqa. Hadgina. Ondan shu men turatgan uy, men ijara olgan yomon nachar birliqi kona uydi. Shu uy olaman deb, uy olgan gapni uy sotibdi deb olaqapti. Uy olaman deb shuninglar 500 ming chiqargandim. Telefonni bor uchur, bankida kuchur bor. Acha. Naqdini bir 6 ta o'zingiz tushirasiz men. Acha. Sen pul bergan vaqt boshqa bormi yo'qmi? Baba, ash oltin do'konninki shu yerga til kameralar bor.
Aş ispat olduran edi. Onun da sert sınırlısılık Nurima. Abaytin kiriyat kız. Aşet işlerken tok aşım ispat bulalıydı bana. Sınız pamti. Ha. Abdullah, bir kızın to'lan lan. Yasin sınıfını satkan mı? Ha, sotqan. Qachon? Bir haftaday bo'ldi deyman. Qarab turing. Siz Ha, bulayman. kelgan shunaqa? Taxminan qancha pul talab oltin sotganda? 10 milliondan ortiqroq oltin sotgan. 10 million. Bo'ldi, siz ketgan shu. Abdullah, Aybaqpanni qachon to'langan? Yasin sen bergan pul rostmikan-tu, yolg'onmikan-tu? O pulning rost yo'qligini uqmayotganman. Tutsam bir xil rostlik tuyg'u berdi. Shu qolganini men uqmayotganman. Sen pulning nimaga o'xshashligini his qilganmisan? Voy, uningga diqqat qilmabman. Shu pul bek jiq bo'lgandan keyin menga cho'ta olib berma degankin, meni so'nga qashlab o'tdiman. Qarasam qashlaygan bo'ldim endi deb, shu qo'shaliqni pulning nomeri qarmabdi. Pulni kelib qo'shib ketdi. Bayqimni shunaqa. Yo'q, qat'iy bayqamabdi. Bak. Çıkasın oldu. Bu altın nereden geldi? Çoğapamda qağa oldulardı. Çanadan kalgan mı? Recep bu altını burun satmaymış, yıkın satıp kapsana. Bu oldular şu burun çoğlağı tevetti. Çoğapam ölüp ketdi ha. Şunu ola bu oldular man qilib, bir moç oldular bo'lgan ki ben bunu açıp qaşlaştırıp qo'rqdim. Ama yıkını qarsam oldularning bazı pek üskütliğe sorandıklar. Şundan ama payda Raus kegdekkenде deb şunlar hamla açıp satqanda. Altın öskendikken sattım deb qo'y. Ondan keyin zaten ben Galile algan şöyle 100 mingki qarz yurdi. Qarz yurdi. Ha bo'ldi. Mana bu isbot o'rnidan turib turdi qaran. Agar sen gunoh so'qqasan, nasan qaytib qo'yasan. Endi deydigan boshqa gaplarning bormi? Saxshafanda. Bu asli munda ishdi. Men oliy maktab o'qiyotgan chaqda men bulardan Galile 10 ming qarz olgan. Ondan keyin bu 10 ming ko'yniki o'smay deb bular dövlab 100 ming ko'y qildi. Keyindan yana 200 ming ko'y deb yana uning o'sim qatdi. Ondan keyin choy puli dedi. Yana urib mendan yana 150 ming oldi, 500 ming qilib keyin yana meni qo'rqaqsab, yana bir mosh pullarni oldi qara. Ben bu bekçilerden bulanma dayandı azimide. O günlerde oysam karanlık kökümün bir yerini buldum. Yetimlikle günde belki yükselttiği karama pek bozakta diye kara. Malum atın hemen. Şu işler var diye kara. Her az. Aşım ben 10 ming koy alğancaqda şu 10 ming koyning ichini 2 kilogram pul numara o'xshashgan to. Ben bir izlemekeysen bulayım vurup kalamıken deb ensirab aşı 2 kilogram pulni men yirtatgan qarab. Aşı vaqtlar bular aşı saxta pullarning ishini qolib ketgan. İşip ketdi Yasin, muhimsiz qila sendek qilmasadan bo'g'oy. Ya saqchi atdigani deb qo'lashmi deb mana diqqat qilmaganman. Ya bu qar ketib borman. Jumolta ama saçkan cuma. Yasin, sen artist oldigan bola ekansa, yanmadim. Saxshapanda meni omalig'ini qo'llaydiganlar bular chiqsa yenimni urdi qarab. Xotirjam bo'l. Biz seni qo'llaymiz. Men guvoh bo'lib kelganki, omalig'ini qo'ldim salolmaydi. Bo'ldi, men jig'may. Ha. Sen guvohchilik nedir ya? Gapim tugilma. Boshqa gap yo'q. Unda bo'lsa sen qaysan bulaverding. Biroq men dilo tugab bo'g'ichi o'limcha ayrilsam olmaydi. O'tliqda seni to'laymiz. Anladingmi? Meni qo'llashni unutib qolmanglar. Saqchi qaytsang bo'laverdi deydi-ku. Demak, sening isboting yetarlik degan gap. Bu toza tushunalmadim-ku. Salaydin. Sen ayni vaqtda o'quvchi bolalar Galile taqtib, ulan patqoq tiqding. Hatto ulvog'alam bor. Bu qitim 800 ming koy saxta pul sababidan balkim 7-8 yil yetib ketishi mumkin. Lekin sening qilganlaring oldida bu hech nima emas. Yetib chiqib odam bo'lib qolasiz. Yasin, sen saq chiqqanda qanday chiqding? Men bir o'ylab baqay, ha? Başta sen 500 ming ko'paytib, bu pulning saqtligini bayqaganda dal Salaydin kep qoldi. Sen Salaydinga 500 ming saqt pulni berib, qarz o'jitingni elib olding. 500 ming saqt pul jamiyatga chiqib ketgandan keyin sen bu pulning hammani san ishtirib berdiganligini his qilib,
ciddi altın bilezik setip aldın. Ve bu bileziklerini küpeytip kesek altınga aylandırdın. Andın bu altınlarını alımzege setip 10 milyonga eriştin. Dal şu çağda sen 500 ming naq pulni bankidan chiqarib, buning talin elib olding. Andın sen yuqur so'mliq pul chiqim qilding. Mashina olding, so'ng tafang ochding degandek. Arqadan Salaydin sana yana telefon qildi. Bu chaqda sen Salaydinni boplaydigan fursatning kelganligini bayqading. Shuning bilan kasangdan 300 ming saxta pul ko'paytding. Bu pulni Salaydinga apirib berishdan burun bankadan 300 ming naqd pul chiqarib, talon chiqarib olding. Shuning bilan Salaydinga saxta pulni beribla saqchiga ma'lum qilding. Senmo saqchining o'zingni chaqirtirganligini bilasan. Lekin sen isbotlarni to'liqlab bo'lding. Salaydinga bergan 800 ming saxta pulni bankadan chiqargan 800 ming naqd pul bilan yuyib bo'lding. Salaydin saxta pulni Yasin bergan desa, sen bankadan olgan naqd pulning isboti bilan o'zingni aqlding. Yani sen Salaydindan burun olgan qarz pulning orasidan nomer o'xshash saxta pul chiqqan degan bu yolg'on gaping bilan saqchini o'zingning saxta pul bermaganingga texim ishontiribding. Hey Yasin, sening kallang andaq mandaq emas. Olmuştak işlerge. Ben sana resmi kail buldum. Vay, Yasin efendi, yaxshimisiz? ha yaxshi, o'zingizcha yaxshimi? Men yaxshi. Men siz oldin qitim oltin sotgan oltin do'konining xo'jayini. Esingizga oldingizmi ya? Voy, albatta esimda bo'lsizda. Ha, telefon qilibsiz. Oltinlarniki sutida mas'ul kelmaganda? Ha, Yasin efendi, bunday ish. Meni saqchilar izlabdikan. Mavu oltiningizning kelish manbasida biror chatoq yo'qdi, ha? Ha, xushmas qilibdi xo'jayin. Ha, men shu sochlarni yenib qo'yadi. Osh oltinniki kelish manbasi to'g'ri tushuncha berayotgan. Asli unda xotirjam bo'ling, hech qisi yo'q. Ha, unda bo'lsa mayli. Men shu o'zimcha ansirab, mush ishni bir oydinlashtiruvday deb telefon qilgandim. Sat oldi, ha? Ha, hech qisi yo'q. Ha, ras, Yasin efendim. Qo'lingizda yana mol bo'lsa, hamkorlashsak bo'ladi. Ha, shu azroq ma'lumot yana. Hammasi bunda qilayli. Sizning qo'lingizda qanchalik mol bo'lsa, men shu asli bahsi bo'yicha setib olay. Qanday? Bo'lamdi ya? Voy xo'jayin, sizmi bosh odam emaskansiz juma? Qo'limda mol borligini bilib qolibsiz, a? Qaraganda xeyl paysinapsiz. Ammo nima bo'lsa, men ata shu mollarni ham yiningizga o'tay. Ondan keyin qog'inni ko'rishib, deshamda qada? Ha, bo'ldi, chatoq yo'q. Unda saqlaymi juma? Yenimdeki pullarning yarmini xashlab bo'ptimi? Qilib qolgan 5-6 million pul bilan yurak toza to'xtamaydi ki. Yana azroq oltin ko'paytib sotayjimi? Ashna qilay. Burun kichik vaqtlarimda bingorning yog'ichini mushta tizishga omraqdim. Endi ziqchi oltinlarni tizyapman. Shunchalik bo'lsa yetdi. Yete, Yasin, yete. Oldingi qitim satgan oltinlaringmi saqchilarning diqqatini qo'zg'ab bo'ldi. Bu da yana mundaq kelish manbasi aniq bo'lmagan ko'p miqdorda oltin satsang, saqchilar seni chuqum izlab qolarmiki? Oldingi qitim momamdan qolgan oltin deb qutulding. Bu da yana momamdan qolgan oltin desang, gaping chak basmay qolarmiki? Oldingi qitim momam man qoldirgan oltinlar dedim. Bu da saqchilar so'rab qolsa, momam dadam qoldirgan oltinlar ekan. Dadam baldur tuyab ketgachga bu oltinlar man qoldi desam bo'g'dak. Ash qilib, men oltin o'g'ilmidim. Saqchilarmi isbot topolmaydi. Keyinlik hamkorligimizmi cho'qim yaxshi bo'ldi. Men mana o'ylayman. Qildi. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi japandan. Sizdan so'raydigan qiziq ishlar bor. Maqsadsizlar o'tgan.
Ha, ma'qul. Men yeni kelma shu vaqt parang'ishlik qildim. Ma'qul. Mayli. Man nima dedim Yasin? Saqchilar mushundaq izlaydi. Satqining uruk emas, ziqcha oltin. Bunda setiversang, hammani o'zing ish topsa. Voy, Yasin. Sen saqchiqanda tezleyinib chiqibsan-ku. Birasi sana aql o'rgatdimi nima? Sizlar kim evatdi? Meni olimjon zaga evatdi. Ha? Siz nerede advokat qilsiz? Men ijod advokat qo'rniga keldim. Satolni so'rab qolmasam, sizlar bir yilda qancha pul topsizlar? To'ysiz buni so'rab qoldingiz. Aslan advokatlarni pek qolsadan nacho shunga qiziqib qoldim. Men bir yilda 500 ming oldim. 500. Mana olsun. Men sizga bir yilda 1 million beray. Mening shaxsiy advokatimni o'tiramsiz. Chaqchaq qilyapsiz ya. Ay. Mana olsun. Boshqa telefon ketib oldi. Telefon ketib oldimi? Men qachon sizni? Bu ma sizga bergan zakalat 200 mingni ishlatib turam. Haqindan keyin ko'rishgan chaqdan keyin siz asqatga yalak ko'p. Aytib bir ko'rishib tasdiq deyshimda. Ma'qul. Chada yo'q. Ma'qul. Asa telefon ishla. Ayt ko'rishlik. Oldin qitim oltinlarning kelish manbasini saqchilarga deb berib chiqsam. Buda yana saqchilar chaqiribdi. Demak, meni birisi cho'qim saqchilarga chiqib qo'ygan gap. Zodi kimdi? Norimanda buncha ko'rak yo'q. Saloydin saqchida. Yana kim bor? Kim bo'lsin, uni cho'qim deb chiqma. Kelgusida hamkorligimiz siz degandek bo'lsin. Ma'qul bo'ldi. Bu ishlarni sizga topshirib men xotirjam bo'ldim. Restorandan tanlab buni. Yasin boyvachcha. Sen texnik bu zo'ngton topgan deyibsan-ku. Qayerga ketibsan-da? Hey ras. Saqchixonni yosi qanday bo'ldi-ki? Belangga suv o'tib qolmaganda? Shunda yaxshi bo'ldi-ki. Tayini yo'q odamlar bilan aralashganda yaxshi. Man ko'ranmaydi. Hey, o ishlarni qo'yib qo'yaylik. Sen haq oltin mening cho'ng oppamdan qolgan, ney, momamdan qolgan deb narsan depse. Hey, sening butun avlodingni tekshirib oldim men. Sening avlodingni birasi sen oltin qolgan odam yo'q. Hammasi yalangtosh, hammasi qalanda. Sen birada kiyimim qolmaydi ulardi. Oltin deb kichik edi. Shu emasmi? Hay, sening oltinlaring bormi texe? Hay, sen bilan yurgan chog'im necha pay oltinning gapini qilmagandan ya? Hey, burun askular yurtding-ku. Uchan kiygan kimni bir sanmaytın, purab ketdi, sesib. Sen oltining bormi texe? Men arzmaydigan odamlarga mol dunyoni ko'rsatib berma. Mol dunyo? Hey, sendek turuqlab bilan boyib ketganlar mol dunyoni nima keldimi qolmisizlar? Ha? Sen aldirmaydi. Aş oltinning nadin kelganini men cho'qim aniqlab chiqaman. O oltinlar sen o'g'irlagan. To'g'rimi? Aldirmaydi. Ularni kelgini qil. Qilamiz. Nima dedim? Meni saqchilarga ma'lum qilgan sen kelsan-da. Sen meni tashlagan bo'lsang, men seni tashlab baqay. Bu yo'q bo'lsa, bir tayini yo'q adlah karg'izimsin bo'ldi. Daras. Ularniki bir shirkati bor. Ularning shirkatidan biroq yo'chiq izgir bo'larmi? Qonun bo'yicha. Tushungansiz? bo'ldi. Degan hozir tushundim. Va eng tez suratda hal qiladi. Ma'qul bo'ldi. Yasin, sening qobil advokating bor bo'ldi. Demak, yo'lvosqa qanot chiqdi degan gap. Endi seni biroz tak qilib chiqolmaydi, soz qilib chalanmaydi.